Qo'limda 21 ming dollar. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu 21 ming dollar kechagi payshanbada olib chiqqan oilamizdagi 4-oylamizga. 4-oylamiz bitta emas. Salkam 9 ta. Ko'ryapsiz-a? Bu yerda 9 ta xonadon. Hammasi chin yetim. Ota vafot etgan, bolalar yetimlik holatida qolgan. Biri Chaylada, biri u yerda, biri bu yerda yashab yurgan oilalarni yaxshi insonlar ko'magida xalqdan bir so'm pul yig'masdan mana shu yerda uy qurishgan. 9 ta xonadon. 8 tasi tayyor bo'lib odam kirib yashagan, bittasi bitmay qolgan pul yetmaganligida. Bu yer suv yo'q yer hisoblanib, bu uylarni bochkalarda suv olib kelib qurishgan. Qarang, yaxshi insonlar. Yetimni boshini silayman, payg'ambarimiz shafoatini ko'raman debda. Keyin bir inson aytgan, suvni chiqarsa bo'lmaydimi? Yo'q, qimmat. 200 million, 300 millionga borib qoladi. Yo'q-ey, ha, aka men qildiraman, davay. Firmachilar chaqirib qoqtiravering degandan keyin firmachilarni chaqirgan, 200 metrga qoqib suvlar chiqarib bergan. 200 metr hisoblab ko'ravering. Suvlar chiqarilgan. Bu 2021-yilda bo'layotgan ish. Keyin u odam ana to'layman, mana to'layman deb telefonlarini olmay 1 yil yo'qqa qochib, yo'qqa qochib, aka yaqinlarimga ishonib qo'ygandim, hammasi qila olmaymiz dedi, uzr degan. Bu firmachi bolalar, bu yetim bolalarga uy solib berayotgan yaxshi insonlarni sudga bergan. Pulni olish kerak endi, u narsa rasxod qilgan. Bir insonni chanqog'ini qondirsangiz qancha savob. Endi bu yerda chin yetimlikdagi insonlar hozir xavotirda uzib ketarkan degan xavotir bor edi. Endi biz bu pulni mana shu insonlarni ichayotgan suv to'xtab qolmasligi uchun beramiz. Eng savobning kattasimi, azizlar. Videoni maksimalni tarqatib qo'ying. Bu vodiyliklar o'ta taqvo kuchli-da. Kameraga tushishni xohlamayman deydi. Aka, mana xalqimning omonati. Iltimos, mana shuni tezroq qarzini yopib, berib, aka, biz haqqimizga ehson qilgan xalqimizga duo qilasizlar. Shu bolajonlarimiz ham doim duoda bo'lsin. Ey Allohim, shu bizga ehson qilayotgan, ehson qilgan insonlarda Alloh qalblarida nima tilaylari, nima niyati, maqsudlari bo'lsa Alloh o'zing ortig'i bilan yetkazgin. Ibodat Parvardigorim, bizga shuna chiroyli uylarni berishdi. Alloh farzandlarimiz bilan ko'cha-kuyda sarson sargardon edik. Shu yaxshi insonlar sababli boshpanaga biz ega bo'ldik. Bemorlari bordir, kasallari bordir. Alloh qalblarida nima niyat, maqsudlari bo'lsa Alloh o'zing ortig'i bilan yetkazgin. Suvlarimizni chiqarib berishdi, boshqa qilishdi, hammalari yaxshinda qilishib, tushunmovchiliklar oqibatida qiynalib qolishdi bular ham. Shu qo'rquv sababli suvimiz yopilmasin deb kundan-da qilamiz, to'xtab qolmasin iloyim. Allohu akbar. Sinov kelsa naridan, yolg'izlikning qa'ridan, sabr ila baridan o'tkazganingga